Bir necha soat oldin ijtimoiy tarmoqlarda Navoiy viloyati Zarafshon shahri hududida patrul post xizmati xodimining xizmat faoliyati yuzasidan ayrim bir video tasvirlar paydo bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan rasmiy munosabat bermoqchimiz. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan holatga oydinlik kiritilmoqda. Ayni kunda 11-iyun kuni Zarafshon shahri hududida xizmat vazifasini olib borayotgan patrul post xizmati xodimi Oybek Do'stov xizmat jarayonida fuqaro velosipedda bemaqsad aylanib yurgan holatini guvohi bo'ladi va zudlik bilan mazkur holatga oydinlik kiritish, fuqaroni bemaqsad nega yurganligini aniqlash maqsadida to'xtash ishorasini beradi. Afsuski, fuqaro tomonidan mazkur holatga bepisandlik hamda o'sha bo'ysunmaslik holati sodir etiladi va patrul post xizmati xodimi tomonidan mazkur holatga oydinlik kiritish maqsadida uni shaxsiga hamda sog'lig'iga oydinlik kiritish maqsadida u to'xtatilib, profilaktik suhbat o'tkaziladi va shunga qaramasdan u o'sha ichki ishlar xodimiga bo'ysunmagandan so'ng uni o'sha saralash punktiga olib borish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Eslatib o'tmoqchimiz, hozirgi kunda Navoiy viloyatining Zarafshon shahri qizil hududga kiritilgan va karantin talablari viloyat miqyosida ayrim tumanlarda yumshatilgani bilan Zarafshon shahrida kasallik o'chog'i bo'lganligi bois hali ham ayrim o'sha belgilangan tartib me'yorlar hali ham amalda ekanligini fuqarolarimizga eslatib o'tmoqchimiz va mazkur holat yuzasidan o'sha batafsil ma'lumotlarni biz albatta fuqarolarimizga, xalqimizga yetkazamiz. Aynan xalqimizni sog'ligi hamda xavfsizligi uchun xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari, tibbiyot xodimlari, qo'yinki barcha soha xodimlarini xizmatlarini qadrlashlarini so'rab qolgan bo'lardik. muassasalarga qabul qilishlarini tilakdoshman. Mana shu fursatdan foydalanib 11 yil davomida o'z o'qituvchilarimga, bizni jonajon direktorimizga va hamisha qo'llab-quvvatlagan insonga rahmat aytib qolmoqchiman. Asosiysi shu sharoitlarimizni yaratib bergan O'zbekiston Respublikasida o'zgarishlar juda tez o'zgarishlar, yoshlarimizni ham hamma sohalar, ishlab chiqarish bo'ladimi, ta'lim sohasi bo'ladimi, sog'liq saqlash, sport, hamma sohalarda o'zgarish bo'lishiga bizni yo'l boshlovchimizni, bizni yurtboshimizni, muhtaram prezident Shavkat Miromonovga Mirziyoyevga kattakon rahmat va o'z minnatdorchiligimni